10-yanvar kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, 1 daraja iliq. Kunduzi 12-14 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Harorat kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi.